Assalomu alaykum. Tarixda shunday buyuk sarkardalar borki, ularning nomi eshitilishi bilan butun imperiyalar titragan. Shunday insonlardan biri, bu buyuk sarkarda, strateg va davlat arbobi Amir Temur. U janglarni faqat qilich bilan emas, balki aql, reja va eng muhimi, dushman psixologiyasini o'rganish orqali yutgan. Bugun biz siz bilan aynan uning maxfiy harbiy taktikalari, jang maydonida qo'llagan sirli usullari va u nima uchun deyarli har doim g'alaba qozonganini bilib olamiz. Amir Temurning eng katta kuchi bu uning oldindan o'ylash qobiliyati edi. U hech qachon jangni tasodifga tashlamagan. Har bir harakat, har bir qadam oldindan rejalashtirilgan edi. Amir Temur qo'llagan soxta chekinish taktikasi uning eng xavfli va eng ko'p g'alaba keltirgan usullaridan biri bo'lgan. Bu oddiy orqaga qaytish emas, balki oldindan puxta rejalashtirilgan tuzoq strategiyasi edi. Soxta chekinish bu jang paytida qo'shin ataylab orqaga chekinayotgandek ko'rinish beradigan harbiy taktika bo'lib, uning asosiy maqsadi dushmanni tuzoqqa tushirishdir. Amir Temur bu usulni juda mukammal darajada qo'llagan va uni oddiy hiyla emas, balki strategik rejaga aylantirgan. Jang jarayonida Temur qo'shini dastlab dushmanga qarshi chiqadi va ma'lum vaqt qarshilik ko'rsatadi. Keyin esa to'satdan orqaga chekingandek bo'ladi. Dushman buni ko'rib, Temur qo'shini zaiflashdi deb o'ylaydi va tartibsiz holda oldinga intiladi. Aynan shu paytda eng katta xato boshlanadi. Dushman safi buziladi, tartib yo'qoladi va ular ehtiyotkorlikni unutadi. Shu vaziyatda Temur oldindan tayyorlab qo'yilgan rejani ishga tushiradi. Uning qo'shinlari qanotlardan hujum qilib, dushmanni har tomondan qurshab oladi. Natijada dushman o'zini g'alaba qilyapman deb o'ylagan holatda to'liq mag'lubiyatga uchraydi. Bu taktikaning eng muhim jihati shundaki, u faqat harbiy kuchga emas, balki inson psixologiyasiga asoslanadi. Dushman g'alaba yaqin deb o'ylaydi, ehtiyotkorlikni yo'qotadi, tartibsiz hujum qiladi va eng muhimi, tuzoqqa tushadi. Amir Temur aynan shu xatolardan foydalanib, jangni o'z foydasiga hal qilgan. Psixologik bosim strategiyasi bu dushmanni jang maydonida emas, balki uning ongida yengish usulidir. Amir Temur bu usulni juda chuqur tushungan va uni harbiy yurishlarda keng qo'llagan. Uning asosiy maqsadi shunday edi. Dushman jang qilishdan oldin o'zini yengilgan deb his qilsin. Temur ba'zi hududlarda qattiq jazolar qo'llagan va bu haqda boshqa joylarga ataylab xabar tarqatgan. Natijada dushman Temur qo'shindan qo'rqardi, qarshilik ko'rsatishdan oldin ikkilanardi, hatto jang qilmasdan taslim bo'lishni o'ylardi. Bu esa Temurga jangsiz g'alabalar olib kelgan. Amir Temur dushmanni faqat jismonan emas, balki ruhiy jihatdan ham sindirishga harakat qilgan. U shunday muhit yaratgan, dushman o'zini kuchsiz his qilgan. Temur qo'shinini yengib bo'lmaydigan deb o'ylagan. Har bir qarorda qo'rquv bo'lgan. Natijada dushman jangga kirishdan oldin ichidan mag'lub bo'lgan. Temur ayrim qarshilik ko'rsatgan shaharlarni juda qattiq jazolagan. Bu voqealar ataylab boshqa hududlarga yetkazilgan. Maqsad bitta. Agar qarshilik qilsang, nima bo'lishini o'ylab ko'r. Bu esa boshqa shaharlarni jang qilmasdan taslim bo'lishga majbur qilgan. Amir Temurning eng katta yutug'i shunda ediki, u ko'pincha jangni maydonda emas, balki oldindan, dushman ongida yutardi. U dushmanni shunday holatga olib kelardiki, ular qarshilikdan qo'rqardi. Ular o'z kuchiga ishonmay qo'yardi. Ular taslim bo'lishni eng oson yo'l deb bilardi. Xulosa qilib aytganda, Amir Temurning psixologik bosim strategiyasi shuni isbotlaydi. Jangda har doim eng kuchli qurol bu qilich emas, balki inson ongidir. Amir Temur dushmanni sindirish uchun avval uning ruhiyatini sindirgan va aynan shu sababli u tarixdagi eng buyuk sarkardalardan biriga aylangan. Amir Temurning tezkor harakat va kutilmagan hujum strategiyasi shuni anglatadiki, dushman tayyor bo'lmasdan turib, juda tez va kutilmagan joydan zarba beriladi. Bu yerda asosiy kuch, tezlik, vaqtni to'g'ri tanlash va kutilmaganlikdir. Amir Temur bu usulni shunday mukammallashtirganki, dushman ko'pincha u qayerdan va qachon kelishini bilolmagan. Temur qo'shinlari juda harakatchan bo'lgan. Ular uzoq masofalarni qisqa vaqtda bosib o'tgan, yengil harakatlangan.
tez saf tortib hujumga o'ta olgan. Bu esa dushmanga tayyorgarlik ko'rish uchun vaqt qoldirmagan. Natijada dushman ko'pincha hali vaqt bor deb o'ylagan paytda jang allaqachon boshlangan bo'lardi. Amir Temurning eng kuchli usullaridan biri dushman kutmagan tomondan hujum qilish edi. U oddiy yo'llardan emas, balki chol hududlardan, tok yo'llardan, kutilmagan marshrutlardan foydalangan. Bu esa dushmanni butunlay sarosimaga solgan. Kutilmagan hujumning eng katta kuchi shundaki, u dushmanning tayyorgarligini buzadi. Dushman safni to'liq tuzib ulgurmaydi. Buyruqlar chalkashadi, qo'rquv paydo bo'ladi. Shu paytda jangning natijasi deyarli hal bo'ladi. Jangda eng muhim narsa faqat kuch emas, balki tezlik va kutilmaganlikdir. Amir Temur bu usul orqali dushmanni tayyorlanish imkonidan mahrum qilgan va ko'plab g'alabalarga erishgan. Bugungi mavzumiz yakunida bir narsani aniq tushunib olishimiz kerak. Tarixda buyuk g'alabalar faqat kuch bilan emas, balki aql, reja va psixologiya bilan qo'lga kiritilgan. Amir Temurning harbiy san'atiga nazar tashlasak, u 3 ta asosiy strategiyani mukammal darajada birlashtira olganini ko'ramiz. Birinchisi, tezkor harakat va kutilmagan hujum strategiyasi. Temur qo'shinlari tez harakat qilgan, dushman kutmagan joydan zarba bergan. Bu esa raqibga tayyorgarlik ko'rish uchun hech qanday imkon qoldirmagan. Jang ko'pincha boshlanishidan oldin uning natijasi deyarli hal bo'lgan. Ikkinchisi, psixologik bosim strategiyasi. Temur faqat maydonda emas, balki dushman ongida ham urush olib borgan. Qo'rquv, mishmishlar va misoliy jazolar orqali u shunday muhit yaratganki, ko'plab hududlar jang qilmasdan taslim bo'lgan. Demak, u dushmanni avval ichidan sindirgan. Uchinchisi, soxta chekinish strategiyasi. Bu usulda Temur qo'shini ataylab orqaga chekingandek ko'rinadi. Dushman esa buni g'alaba deb o'ylab, tartibsiz hujum qiladi. Aynan shu paytda Temur oldindan tayyorlangan tuzoqni ishga tushirib, dushmanni har tomondan qurshab olgan. Endi eng muhim xulosa shuki, Amir Temur uchun urush faqat qilich bilan emas, balki aqlli reja, psixologik ustunlik va vaqtni to'g'ri tanlash san'ati edi. U dushmanni kuch bilan emas, balki xato qilishga majbur qilib yutgan. Shuning uchun ham tarix bizga bir haqiqatni o'rgatadi. Eng kuchli sarkarda har doim eng kuchli zarba beruvchi emas, balki eng to'g'ri vaqtni kutib, eng aqlli qaror qabul qiluvchi insondir. Va shu bilan bugungi ma'ruzamiz yakuniga yetdi. Kanalga obuna bo'ling, bizdan uzoqlashmang, salomat bo'ling.